Salom do'stlar, bugungi videomizda biza sizlar kutgan mana Mickey. Anchadan beri nega video chiqarmayapsan desangizlar, meni ishlarim chiqib qoldi, vaqtim yo'q. Xullas shu do'stlar, ana endi biz mana unday jo'natmalarni manzillarga yetkazishimiz kerak. Ishga kirsam bo'lmasam pul kerak bo'lyapti do'stlar, o'qishga. Hozirgina men maktabdan chiqdim do'stlar. Ana endi men hozir bu jo'natmalarni o'z egalariga olib borib beraman do'stlar. Ularning ichida nima borligini men ham bilmayman. Ularni shunchaki buyurtma qilishgan. Hozir borib bularni o'z uylariga berib qo'yamiz do'stlar. Xo'sh. Mana qayerga qo'yib ketsam bo'lar ekan? Xullas, mana shu yerga qo'yib ketaveraman. Aniq shu yerga ketdim. Mana endi ketdik do'stlar. Ko'chada, hayotdagi ko'chada yomg'ir ozgincha tomchilayapti. Bu uyga esa ikkita mana bunday jo'natma qilingan. Xo'sh, ana endi yana kimga? Ana endi mana bu yerdagi katta bir joyga qandaydir narsalar kelgan, 3 ta. Mana bo'ldi. Ana endi ozgincha qoldi do'stlar. So'ng uyga borib sizlarga yuklagan modlarimni obzor qilib ko'rsatib beraman. Birinchi modlarim mana shunaqa modlar, xullas jo'natmalar va bu yer shifoxonaga mana bunday narsalar. Ana endi yana 4 ta qoldi. Ularning bittasi mana bu uyga. Xo'sh, ana bo'ldi. Xo'sh, ana qaysi uyga? Mana uyga edi. Xo'sh, buni mana bu yerga qo'yib ketaveraman. Xo'sh, unda ketigani qaysi uyniki qolganda? Ana bu uy. Xo'sh do'stlar. Buni ham egasiga topshirganman. Hech qaysi bir maktubning, jo'natmaning egasi yo'q do'stlar. Salom. Gul beryapti, biz menga bug bo'lib ko'rinmayapti. Xo'sh, endi mana unikini mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, ana endi men do'stlar qaysi uyimga borish, shahardagimi yoki qishloqdagimi? Qishloqda unchalik ham ko'p narsalarim yo'q. Mana bu yoqda esa ko'p narsalar bor. Ana shuning uchun esa men mana shu yerdagi narsalarni sizlarga ko'proq obzor qilib ko'rsatib beraman. Xo'sh. Men mushuk voqeapman. Mana birinchi o'rinda mana do'stlarni stolchilar, stullar oldim. Hali chiroyli, menga sariq rang yoqgan uchun sariqdan oldim. Bu yerda hammom cho'miladi va mana bu yerda esa svet bor. Svet qorong'ida nurlar paydo bo'lmasligi uchun bu yerga men svet o'rnatib qo'yganman. Ana bo'ldi. Xo'sh, bu yoqda esa o'zinglar bilasizlar, bu yoqda cho'milaverasizlar. Bu yoq esa mening xonam. Ana. Zo'r. Xo'sh, bu yoqda esa oshxona bor va men oshxona qali zo'r yasatibmanmi do'stlar. Sizlarga yoqdimi? Men olgan modlar sizlarga yoqgan bo'lsa, like va obunani bosinglar va bularni sizlarga qanday qilib o'rnatishni ham o'rgataman va albatta videoning oxirida do'stlar. Hozircha biz endi nima qilamiz? Maktabga nimadir xullas nima qilishimki, nima qilsam ekan endi do'stlar. Aytgancha yana ishim bor edi naryoqda. Stullar tozalashim kerak do'stlar. Mana katta binodagi yomg'ir ham yog'ib yubordi-ku. Endi nima qilaman? Hamma yog'im ho'l bo'ladi-yu, lekin yetib olgizsam bo'lgani do'stlar.
Xo'sh, mana yetib keldik do'stlar. Unchalik uzoqda ham emas do'stlar. Ana endi 3-qavatga chiqib, bu yerlarni tozalashni boshlaymiz. Biz maktabdaligimizda odamlar kelgan, har xil ishlar bo'lgan. Bu yerni esa endi tozalab yuboramiz. Shunday qilsak bo'ldi. Egasi ham shunday qilib chiqasiz degan, shunda mahkamlanar ekanda, odamlar kelganda bo'shab ketishi mumkin. Ana shuning uchun shunday qilib chiqasiz xolos deb menga shunday qilib ish buyurgan. Qolgan ishlar esa tozalash, stol-stullarni tozalash esa boshqa sheriklarimga berilgan. Ular esa mendan keyin kelishadilar do'stlar. Xo'sh, mana bo'ldi. Endi tepaga chiqamiz. Bu yoqda hammasi toza va bu yerda ham toza. Endi ketaveramiz do'stlar. Aytgancha men mana mushuk boqyapman. Menga eng yaxshi ko'rgan hayvonlarimdan biri u mushuk. Men o'zim hayotda 3 ta mushuk boqaman do'stlar. Minecraftda esa bilmayman. Sanamaganman xullas. Sanaganman, esimdan chiqib qolganda xullas. Aytarman bir kun kelib o'shani ham. Xo'sh. Endi do'stlar sizlarga hozir chiqib ketib bularni qanday qilib o'rnatib olganimni ko'rsataman. Avvalambor men sizlarga qishloqdagi uyimni ko'rsataman. Endi qalay do'stlar, aytgancha bunda kamera ham bor. Uni oldin aytgan edim, esinglarda bo'lsa, video olgan edim bu haqida ham. Mana svetlanalar o'rnatdim va mana maktabda o'qiganim uchun har xil kofelar qo'yib tashlaganman. Mana yo'qol yaramas. Daftarlar juda ham ko'p va mana bunaqa bular bitta emas, mana bu narsa bitta emas, ko'p har xili bor. Menga shunaqasi yoqgani uchun shunaqasini qo'yganman va mana bu yerda shishali mana bunday narsa bor. Mana qisvetonli bo'lsa har xili bor do'stlar. Shunaqa har xilini yuklab olaverasizlar. Masalan, hozir chiqib ketib buni sizlarga ko'rsatib beraman. Unda do'stlar, hozir sizlarga bularni qanday qilib olganimni ko'rsataman. Hozir aytgandek, xo'sh. Ketaman birinchi bo'lib o'yindan. Xo'sh, mana do'stlar, mana u Mods Maps Ski. Xullas shu mana u kirka turibdi-ku. Mana gemning tagidagi kirka turibdi-ku. Xullas o'sha ilovani tortasizlar. Google'ga kirasizlar-da. Keyin qidiruvga mana Minecraft Cities. Men просто tak o'zim shunaqa qidiryotgandim va mana 1, 2, 3, 4, 5-da chiqadi va buni bundoq bosib o'rnatishni bosaverasizlar va mana rasmini ko'rib olinglar. Mana bu yerdagi mana xuddi shunday bo'ladi. Adashib ketib boshqasini o'rnatib bo'lmadi-ku demanglar menga sizlarga iltimos tashlasizlardan. Xo'p, ana endi qanday qilib yuklab olishni sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'sh, ilovaga kiramiz va u sizlardan nimadir yosh so'raydi. Xullas o'sha xohlagan raqamlarga qo'yib qo'yasizlar. Men masalan 11 ga qo'ydim. Uni 11 ga qo'ydim. Xo'sh. Shunaqa reklamalar e'tibor bermaslar va mana bu birinchidagi mana bu modern furniture deganda bosasizlar, ikki o'shadan o'rnatib olasizlar-da do'stlar. Reklama hozir o'tib ketadi do'stlar. Reklama oshi ko'p bo'lyapti chunki Wi-Fi borku do'stlar. O'shanga reklama sizlarda ham bo'ladi. Wi-Fi'laring bo'lsa sizlarda ham bo'ladi. Xo'sh, ana endi mana bunda pastga tushasizlar. Bu sizlarni itaverasiz va bunga qarata mana u install dualing xullas o'rnatib olish. Mana install joyini bosasizlar va yana men kelib qo'yadi. Yana kelib turib yana install chiqadi. O'sha installni yana bosasizlar do'stlar. Xullas tushunarli bo'lgan bo'lsa o'rnatib olasizlar. Mana har xil narsalar bo'ladi. Hattoki suratlari ham chiqadi va mana ularni ham
mana o'tkazib mashinani ham yuklab olishingiz mumkin. Hattoki vertolyotgacha xohlaganlaringizni yuklab olishingiz mumkin. Va barchaga xayr do'stlar. Video sizlarga yoqgan bo'lsa, obuna va laykni qizartirib bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimos do'stlar. Barchaga xayr do'stlar.